Muhtaram hamyurtlar, Toshkentdan Rossiyani Moskva, Nijniy Novgorod, Qozon, Novosibirsk, Krasnodar, Ufa, Perm va Sankt-Peterburg shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Chiptalar, yo'lda yo'lovchiga kerak bo'ladigan hujjatlar, shuningdek reyslar bo'yicha barcha savollarga ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda javob olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, avtobuslar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Britaniyaning Bloomberg agentligining xabariga ko'ra, NATO Rossiyani Kaliningrad viloyatiga yurish boshlashi mumkin. Negaki ushbu taklif bilan harbiy alyansga Litva tashqi ishlar vaziri Kestutis Budris murojaat qilgan. Budrisning aytishicha, NATO Rossiyani Kaliningrad viloyatidagi harbiy bazalarni yo'q qilish uchun zarur bo'lgan barcha vositalarga ega. Uni ta'kidlashicha, NATO ruslarga Kaliningradda qurilgan kichik qal'aga kirib borish imkoniyati borligini ko'rsatib qo'yish kerak. Unutganlar uchun shu yerda eslatma. Vladimir Putin bir necha bor Kaliningrad viloyatini ehtimoliy blokadasi, misli ko'rilmagan keskinlashuvga olib kelishini va mintaqaga qaratilgan har qanday tahdidlarga javob qaytarilishini ta'kidlab, yurish oldidan NATOni qattiq ogohlantirgan edi. Aytgancha, Litva ayni paytda Rossiya bilan o'z chegarasida minalangan hudud yaratishni rejalashtirmoqda. Mamlakat mudofaa vaziri Davile Shakalenining so'zlariga ko'ra, bu reja tanklarga qarshi vositalar, piyodalar harakatiga qarshi minalar va boshqa to'siq liniyalarni o'z ichiga oladi. Piyodalarga qarshi minalardan foydalanish Ottawa konvensiyasi bilan taqiqlangan. Biroq Boltik bo'yi davlatlari, shuningdek Polsha va Finlandiya mazkur shartnomadan chiqqan. Endi Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tinchlik kelishuv bo'yicha Pentagonning hisobotiga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. RT agentligining xabariga ko'ra, Ukrainadagi mojaroni hal qilish bo'yicha kelishuvlarga haligacha erishilmagan. Chunki Vladimir Zelenskiy hududiy yon berishlarga rozi bo'lmayapti. Bu haqida Pentagon bosh inspektorining hisobotida aytilgan. Mazkur hisobotda qayd qilinishicha, xavfsizlik kafolatlari va hududiy bahslar sababli muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Yuqori darajadagi muloqotlar na o't ochishni to'xtatishga va na tinchlik kelishuvga olib kelgan. Shaxsiy tarkib, texnika va o'q-dorilar yetishmasligi Ukraina qurolli kuchlarini keng ko'lamli hujum operatsiyalarini olib borish imkoniyatlarini cheklagan. Ukraina armiyasi snaryadlar, dronlar va ular uchun butlovchi qismlar bo'yicha jiddiy tanqislikka duch kelmoqda. Ukraina qurolli kuchlari mavjud shaxsiy tarkib son jihatidan ko'proq va yaxshi jihozlangan Rossiya armiyasiga qarshi turish uchun yetarli emasligini bildirishda davom etmoqda. Rossiya qurolli kuchlari esa Ukrainada umumiy strategik tashabbusni saqlab qolmoqda. Yanvar oyida Ukraina mudofaa vaziri taxminan 2 million ukrainalik chaqiruvdan bo'yin tovlayotgani, 200 ming harbiy esa o'z boshimchalik bilan xizmatni tark etganidan shikoyat qilgan. 2026-yil boshidan beri korrupsiya bo'yicha Ukrainada 29 ta jinoyat ishida 54 nafar gumonlanuvchi qatnashgan. Ularni barchasi mudofaa xaridlari bilan bog'liq. Talon-taroj qilingan mablag'lar miqdori kamida 77 million dollarni tashkil etgan. 2024-yilning aprelidan beri Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi Ukraina uchun yangi yordam paketlarini ajratmagan. Kiyevni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni asosiy yuki amalda Yevropa davlatlari zimmasiga o'tgan. Bu esa Zelenskiyning hokimiyat tepasidagi kunlari oz qolganidan daraklik beradi. Endi Pokistonni Saudiya Arabistoniga qo'shin jo'natganiga oid shov-shuvli xabarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Fox News agentligining axborotiga ko'ra, Islomobod Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilni Eron bilan urushi fonida o'zaro mudofaa kelishuv doirasida Saudiya Arabistoniga taxminan 8 ming harbiy xizmatchi, qiruvchi samolyotlar eskadriliyasi va havo mudofaa tizimlarini yuborgan. Manbaga ko'ra, gap Saudiya hududidagi yangi hujumlar sodir bo'lgan taqdirda qurolli kuchlarini qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan jangovar tayyor guruh haqida ketmoqda. Operatsiya ko'lami haqidagi ma'lumotni 3 nafar kuch tuzilmasi manbasi va 2 hukumat manbasi tasdiqlagan. Joylashtirilgan kuchlar tarkibiga 8 mingga yaqin harbiy xizmatchi, shuningdek GF-17 qiruvchi samolyotlaridan iborat taxminan 16 ta samolyotli eskadriliya kiradi.
Xitoy bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu samolyotlar aprel oyi boshida Saudiyaga yuborilgan edi. Bundan tashqari Fox News'ga ko'ra Pokiston 2 eskadriliya droni va Xitoyda ishlab chiqarilgan HQ-9 havo mudofaa tizimini ham ko'chirgan. Manbaning aytishicha, texnikaga pokistonlik mutaxassislar xizmat ko'rsatmoqda. Moliyalashtirish esa har doimgiday Saudiya tomonidan ta'minlanmoqda. Eron bilan mojaro vaqtida yuborilgan harbiy va aviatsiya bo'linmalari asosan maslahat va o'quv vazifalarini bajarmoqda. Shuningdek, yangi joylashtirish avvalgi kelishuvlar asosida qirollikda allaqachon mavjud bo'lgan minglab pokistonlik harbiylarni to'ldirishi aytilgan. Maxfiy mudofaa kelishuv matni bilan tanish hukumat manbasiga ko'ra, hujjat Saudiya chegaralarini qo'riqlash uchun qirollikda 80 ming nafargacha pokistonlik harbiyni joylashtirish imkoniyatini nazarda tutadi. Ya'ni Islomobod Saudiyaga yana 72 mingdan ortiq o'z askarini jo'natish ham mumkin. Kelishuv Pokiston harbiy kemalarini ham joylashtirish imkonini beradi, ammo ularni Saudiyaga yetib borgan-bormaganini aniqlashning imkoni bo'lmagan. Ko'chirilgan kuchlar tarkibi jangovar samolyotlar, havo mudofaa tizimlari va minglab harbiylar bu ramziy missiya emas, balki sezilarli harbiy ishtirok ekanini ko'rsatmoqda. Islomobod, Washington va Tehron o'rtasida 6 haftadan beri saqlanib qolayotgan o't ochishni to'xtatishga erishishda vositachi sifatida muhim rol o'ynagan. Pokiston shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi yagona tinchlik muzokaralari raundini qabul qilgan. Keyingi uchrashuvlar esa xabaringiz bor bekor qilingan. Pokiston ko'p yillar davomida Saudiya Arabistoniga harbiy yordam, jumladan harbiylarni tayyorlash va maslahat xizmati ko'rsatib keladi. O'z navbatida Saudiya Arabistoni iqtisodiy qiyinchiliklar davrida Islomobodga bir necha bor moliyaviy yordam ko'rsatgan. Qisqasi, sizdan ugina, bizdan bugina. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.